Assalomu alaykum aziz birodarlar, aka opa singillar, bizni kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Xudo xolasa yana bir xonadonimizga keldik. Bu yerga arka qilmoqchimiz, shu yerga. Katta qilib. Video tomosha qilsalar, sekin-sekin qo'yib boramiz, boshdan oxirigacha qilingan ishlarga. Bizlar inshaalloh bitta stokamız o'rnatdik. Bizga kuzatuvchilar, bu ikkinchi stokamız. Uchinchisini endi o'rtaga o'rnatamiz. Qo'yishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Harni qo'yib turib tashlaymiz. Inshaalloh Xudo xolasa stokalarni ham tikkalab burchagullarga qo'yib oldik. Mana ikkinchisi burchagulga qo'yilyapti. Bizlar mana inshaalloh Xudo xolasa ikkita arkamizni qo'yib oldik-ku, shu yomg'ir yog'ib bordi-da. Ondan bir yancha ish ko'rardik. Duo turinglar. Alloh ishlarimizni ilgari qilib tursin. Assalomu alaykum aziz birodarlar, aka opa singillar, sizga kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Xudo xolasa arkamizni ham qo'yib oldik. Amir shotkasini teryapmiz endi Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh Xudo xolasa arkamizni abrishotganlarni tortib tayyorlab oldik. Inshaalloh Xudo xolasa ertaga yopamiz ustini. Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa mana shu yerga bitta arka qilmoqchimiz. Uzuni 5 metr, balandligi 3 metr bo'ladi inshaalloh. Şu arkamızda tepe tomoni arkamızga abrishotga, bunisi oldiga hari. Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh Xudo xolasa oldidagi 5 metrlik navesimizni ham ko'tarib oldik. Assalomu alaykum. Aziz bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh Xudo xolasa katta arkan navesimiz yopilib bo'ldi. Subhanalloh. Mana inshaalloh Xudo xolasa bunaqasi 960. Eni 8 metr, bunaqasi 960. Maşallah, qanday bir baho beriladi-chi. Hormalar. Mana inshaalloh Xudo xolasa alish boshidagi naveslarimiz ham bitdi. Mana inshaalloh bo'lsa ko'rinishi. Mana inshaalloh işimizni ham bitirdik. Qani bir mehnatga bir like bosib, podpiska qilib, bir kommentariy yozinglarchi. Fikirlar bilaylikchi. Bu navesimiz boya aytib o'tganimizdek uzuni 9,5 metr, bu yog'i 8 metr. Oldida 5 metrga 3 metr yana bor. Güzel bir davom etinglar. Hammalarga rahmat, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.